Chorvachilikning muhim tarmoqlaridan biri qo'ychilikda ham xalqimiz yaxshi tajribaga ega. Bugun nafaqat sohaga ixtisoslashgan fermalarda, balki o'z tomorqasida ham qo'ychilik bilan shug'ullanib, qo'shimcha daromad olayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Chortoq tumanida ham ayni yo'nalishni drayveriga aylantirayotgan mahallalar bor. Hozirgi lavhada shu xususda so'z boradi. Tinchlik mahallasida faxrlansa arzigulik jihatlar juda ham ko'p. Qo'limdagi ushbu kubikni ko'rib, qandaydir sportchining, chempionning yutug'i bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lishingiz tabiiy, lekin unday emas. Bilasizmi, bu kubik aynan nasldor qo'ylar bilan shug'ullanuvchi tadbirkor yigitga tegishli. Ya'ni 2023-yilda Markaziy Osiyoning nasldor qo'ylar ko'rgazmasida respublika bo'yicha aynan 6 tish yo'nalishi bo'yicha 3-o'rinni egallagan Qo'chqorga tegishli ushbu kubik va mana shu xonadonda 100 dan ortiq nasldor qo'ylar bilan shug'ullanuvchi oila istiqomat qiladi. Hozir bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Murodulayevlar oilasi qo'ychilik bilan qariyb 100 yildan buyon shug'ullanadi. Ayni paytda bu hunarni davom ettirayotgan Shavkatjon Umarov 5-avlod vakilidir. U o'z tomorqasida qo'yxona qurib, yillar davomida shu yo'nalishda tajribasini orttirdi. Har yili turli ko'rgazmalarda ishtirok etadi. Hozirda asosan qo'ylarning Arashan va Edelbay zotlarini ko'paytirmoqda. Tadbirkor yigitning fikriga ko'ra, mazkur biznesga astoydil kirishilsa, 1 yildayoq samarali natijaga erishish mumkin. Sirlari ham borki, odamlar qo'y boqsa foyda qilmaydi, deyveradi, asl foyda qiladi, qimmat qo'yilish kerak. Harakat qilish kerak. Keyin shuning ichiga kirish kerak. Hali bir qiziqish bo'lish kerak. Qiziqmagan odam pul tikib qo'yib turib qiziqmasa, u bo'lmaydi bekor. Zotlardan turib baqib turib 1 yil sabr qilsa, shu 1 yilda o'zi chiqarib beradi aslan. Prezidentimiz yaratdi. Hamma joyda masalan, oldin unaqa narsa bo'lmagan. Hozir qaysi desangiz, nima zotda olib kelsangiz bo'ladi. Mana shu chorva nima qilsak. Prezidentimiz yaratib beryaptilar. Keyin festivallar bo'lib o'tdi. Hali o'zi qo'yini reklama qilisham masalan. Hamma narsa reklama bilan bo'ladi. Festival bo'lib o'tdi. Namanganda bo'ldi, Toshkentda bo'ldi. Ruhlantiradi. 2003 ming olib kelganmiz otasini. Biz ham $1000, $2000dan sotamiz. O'zi 3 ta bolasini sotsa, otasi tekinga qoladi. Zoti zo'r. O'zimizni tug'ilgan 1 yillik qo'yash. $2000 sotilmaydi. Har yili Toshkentda bo'ladi, Namanganda bo'ladi, boramiz. Zotdor qo'ylar ko'rgazmasi bo'ladi-da. Bu yil sirkda bo'ldi. Toshkentda. O'shada ham berib 2-o'rinni oldi, nimada? Chiroy bo'yicha, chiroy. Demak, chorvadorlar ham o'zini ustida ishlash kerak ekan-da. Ishlash kerak. Shuni tushunish kerak, ishlash kerak. 100 dan ortiq qo'y sotildi. Bir haftaning ichida. 1 yilda qancha daromad ko'rasiz? 20 ming, 25 ming dollardan ko'proq qildi. Bugungi kunda chorvachilik Tinchlik mahallasining asosiy drayveriga aylanib bormoqda. Qo'y biznesi bilan shug'ullanayotganlar safi kengayyapti. Hududda mahsuldor qo'y zotlarini ko'paytirish, boqish bo'yicha orttirilgan tajriba yangi tadbirkorlar uchun qo'l kelmoqda. Mahallamiz drayveridan biri chorvachilik. Shu yilgi mavsumda 22 ta fuqaroga chorvachilik yo'nalishida kreditlar ajratildi. 50 million, 30 million, 20 million talablarga qarab. Misol qo'ychilikka olyapti ko'pchiligi, molni ko'paytirishga olyapti. Tadbirkorlik yo'nalishida. Mana shuning orqasidan daromad topishadi. Xonadon tomorqasi nafaqat dehqonchilik uchun, shu bilan birga parrandachilik, asalarichilik va chorvachilikdan yaxshi daromad olish uchun ham imkoniyatdir. Ishni ko'zini bilgan aholi vakillari buni uddasidan chiqmoqdalar. Asosiysi izchil va bardavom harakat qilayotganlar uchun mehnat rohatga aylanmoqda.